Hammaga salom, sizlar bilan YouTube yangiliklari. Barchamizga ma'lumki, hozirda YouTube'da ko'plab kelishmovchiliklar avj olib ketmoqda. Xususan, Muqashvanning mashhur YouTuberlarga boykot e'lon qilishi ko'plab YouTube foydalanuvchilarining noroziliklariga sabab bo'lmoqda. Va ular ko'plab urushlarning asosiy sababi deb shu boykotlarni ko'rsatishmoqda. Muqashvan joriy kungacha Waydab Official, Invex Entertainment, YouTuber Lee Minho, Mafia King Tate, YouTuber Sionaga qilgan boykotlari YouTuberlar va ularning fandomlari tomonidan aniq kutib olinmadi. Muqashvan esa bunga javoban ular bunga loyiq ekanliklarini aytib post qoldirgan. YouTube'da yana armijonkalar va rejjonkalar o'rtasida mojarolar boshlanib ketdi. Aslida bir necha kun oldin Taymitsu va Ruyxonju Telegram tarmog'ida para rasmlarni qo'yishib, balki collab qilishmoqchi ekanliklarini bildirishgandir. Ammo kuni kecha bu mojarolar avj olib ketdi. Ikkala fandom ham YouTuberlarning tashqi ko'rinishlarini tanqid qila boshlashdi. Bunga esa Ruyxonju ham, Taymitsu ham hali munosabat bildirganicha yo'q. Kuni kecha Whistleblowers kanali ochildi va kanal adminlari kanalning maqsadi, adolatsizliklar, YouTuberlar yashirayotgan sirlarni oshkor qilishlari haqida bildirib, post qoldirishdi. 4 kun oldin Naomi YouTube foydalanuvchisi Lucifer 7-iyun kuni comeback qilish haqida aytib post qoldirdi. Kuni kecha esa YouTuber Lucifer o'z kanalidan barcha obunachilarini yo'q qilganligini va endi o'ziga sodiq obunachilar to'plashini va 7-iyun kuni to'liq comeback qilish haqida post yozib qoldirdi. Kechagina ko'pchilik tanigan YouTuber Borajon Prime davrimizga qaytamiz deya post qoldirdi. Bu comeback alomatimi? Yaqinda Anna Queenning fanati Mukenti YouTuber Anna YouTube'dan butunlay ketganligi haqida YouTube yangiliklariga ma'lumot berdi. YouTube Face nomini olgan OMNS 1-iyul kuni tug'ilgan kunlarida YouTube'da comeback qildi. Ularni tabriklaymiz. Hammaga rahmat. Bugungi yangiliklar shulardan iborat edi.